أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaykum hörmətli qarindaşlar. Bugünkü proqramımızda Doktor Mejdi Hilalining Qur'onni tafakkur bilan o'qish, Qur'onni talab etuvchilarga hasrat, nadomat qatorliq temalarini diqqatingizga sunamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Qur'onni tafakkur bilan o'qish. Qur'on iymonni kuchaytirishga eng yaxshi vosita. Allah Teala mundaq deydi: faqat Allah yod etilsa, dillarida qo'rqinch paydo bo'ladigan, Allohning oyatlari tilovat qilinsa, iymoni kuchayadigan, Parvardigoriga tavakkul qiladigan kishilarla komil mu'minlardir. Anfal surasi 2-oyat. Qur'on qalb kasallariga eng yaxshi doridir. Ey insonlar, sizlarga Parvardigoringlar tarafidan nasihat bo'lgan, dillardagi dardga, ya'ni shak va nodonlikqa shifo bo'lgan, mu'minlarga hidoyat va rahmat bo'lgan Qur'on keldi. Yunus surasi 57-oyat. Qur'on Alloh tarafidan berilgan nasihatdir. Ajaba, dunyoda qalblarga va ko'ngillarga Allohning nasihatidanmi bakrak ta'sir qiladigan nasihat bormi? Shubhasizki, adabiy va ta'sir jihatdan insonlarning nasihatlarimi nasihat deb atalgan bilan ularning Qur'ondagi nasihatlar bilan yaqin saviyada yoki o'xshash saviyada bo'lishi mumkin emas. Qur'on ko'ngillarga shifodir, qalbdagi kasalliklarni, dog'larni va maynatliklarni yo'qotadi. Nuri bilan uni davolaydi. Qur'on Allohning insonlarni yaratgandagi mu'minlikni insonlarning qalbida shakllantirish uchun harakat qiladi. Qur'on Allohning izni bilan shubha va shahvat, havoyi havas, shirik qalb va nafas rohatsizligi, a'zo va tuyg'u, siyosiy va iqtisodiy rohatsizlik, ijtimoiy axloq, turmush va madaniyat rohatsizliklariga o'xshash turli moddiy va psixologik kasalliklar paydo bo'lgan qalblarga shifodir. Biz mu'minlarga, ya'ni ularning dillariga shifo va rahmat bo'ladigan Qur'on oyatlarini nozil qilamiz. Isro surasi 82-oyat. Qur'onda Allohga olib boradigan yo'l aniq o'ttirib qo'yilgan. Allohga to'g'ri va ishonchlik yo'l bilan yetishni o'ylagan kishi Qur'onga qarasin. U, ya'ni Qur'on butun ahli jahonga nasihatdir. Sizlarning oranglardan din borasida ravurus bo'lishni xohlaydiganlarga Qur'on nasihatdir. Takvir surasi 27-28-oyat. U yo'lga chiqqan kishilardagi shubhalarni yo'qotadigan, hidoyat yo'liga boshlaydigan nurdir. Ey ahli kitob, ya'ni yahudiylar va nasoralar, sizlar kitobda, Injilda va Tavratda yo'shirgan nurg'un narsalarni bayon qilib beradigan va yo'shirgan narsalardan nurg'unni kechiradigan, oshkorlab sizlarni fosh qilmaydigan rasulimiz keldi. Sizlarga Alloh tarafidan nur, ya'ni Muhammad alayhisalom va ro'shan kitob, ya'ni Qur'on keldi. Alloh shu kitob, ya'ni Qur'on orqali rozilikni tilaganlarni salomatlik yo'llari, Allohning shariati va uning ahkomlariga yetaklaydi. İradesi bo'yicha ularni kufri qorong'uligidan iymonning nuriga chiqaradi va ularni to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi. Maida surasi 15-16-oyat. Banda Qur'on orqali Allohga yetib boradigan yo'lni ko'radi. Bu Qur'onda sizlarga Parvardigoringlar tomonidan keltirilgan dalillardir. Qur'on boshqa mo'jizalarga ehtiyoj qoldirmaydi. Iymon etgan qavm uchun hidoyatdir va rahmatdir. A'rof surasi 203-oyat. U orqali to'g'ri yo'lni topadi. Biz to'g'ri yo'lga boshlaydigan ajoyib Qur'onni haqiqatan angladik. Jin surasi 1-oyat. Bu yo'lda mangishni xohlagan kishi Allohning to'g'ri yo'lini tutishi kerak. Ey insonlar, sizlarga Parvardigoringlar tomonidan shalliq mo'jizalar bilan kuchlantirilgan Muhammad alayhisalomdan iborat uchuq dalil keldi. Sizlarga ro'shan nurni, ya'ni Qur'onni nozil qildik. Allohga iymon etgan va uningga, ya'ni Qur'onga chin yopishganlarga kelsak, Alloh ularni o'z rahmatiga va ne'matiga, ya'ni jannatiga daxil qiladi va ularni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Nisa surasi 174-oyat. U Rabbani yo'ldir. Kitobni o'rgatganlikinglar, o'qiganlikinglar uchun Rabbani bo'linglar.
u Allohning arg'amchisidir. Onunğa esilgan kökki yükselidi ve Rabbiga yaqinlashidi. Qur'on o'ziga ergashganlarni eng qisqa yo'l va eng az jafo bilan Allohga yetkazadigan ishonchlik dalil va yaxshi rahbardir. Payg'ambar alayhisalom mundaq deydi: "Ey Alloh, men sening qullaringning o'g'li, ko'kolam sening qo'lingda, sening hukmlaring eng keskin va adildir. O'zingga nom qilgan kitobingda nozil qilgan yoki insonlarning har qanday biriga o'rgatgan dargohingdagi g'ayb ilmida mavjud bo'lgan sana oid barliq ism bilan sendin Qur'onni qalbimning sohibi, ko'zimning nuri, chehrimning jo'lasi, andishamning yo'qotquchisi qilishini tilayman." İbn Habban rivoyati. Shubhisizki Qur'on ulug' ne'matdir. Bizning sana ularga tilovat qilinib turadigan kitobni nozil qilganligimiz ularga mo'jiza bo'lishga kifoya qilmadimi? Bu kitobda iymon etgan qavm uchun shaksiz, shubhisiz rahmat va vazn-nasat bor. Ankabut surasi 51-oyat. Qur'onni tark etuvchilarga hasrat, nadomat. Qur'onni tark etgan o'zini Allohga yetkazadigan boshqa yo'l izlab jafo tortgan bechoralar izlagan nafsining o'z qo'lida ekanligini bilganda qanchalik bearam bo'lar ha? Ular shar'iy dalillarga asoslanmay Allohga yetadigan yo'lni tepishga tirishdi. Murakkab yo'llar, ishoratlar va ifodalarni o'ttirib qo'ydi. Allohga yetkazadigan yo'lning Qur'onda chinqi tushdiki parlaq quyoshdek oshkor ekanligini unutdi. Aramizdan ba'zilar Allohga yaqinlashish yo'lida ularning ta'siriga uchradi va keyniga qarab mangdi. O'zlariga bir yo'l shakllantirdi va uningda ching turdi. Uzoq vaqtdan keyin putiga qaraganida ilgiriki turgan yerida shu puti qolganligini azroqmi ilgirmaganligini bildi. Ibn Qayyim bu holatni mundaq ifodalagan: oldi bilan qalbingni dunyodan oxiratga o'tkazishing kerak. Andin Qur'onning ma'nosini qabul qilishing, bayqishing, tushunishing va nima uchun nozil qilganligini tafakkur qilishing, Qur'ondagi har bir oyatdan nisbani olishing va bu orqali qalb kasalligini davolashing kerak. Bu ulug' Allohga yetkazilgan qisqa, yaqin, ishonchlik va oson yo'ldir. Bu yo'lda mang'an kishiga qo'rqinch, ziyon, ochlik va ussizlik yo'q. Bu yo'lda boshqa yo'llardagiga o'xshash ofatmi yo'q. Bu yo'lda yo'lovchilarni qo'daydigan va himoya qiladigan Allohning qarovullari va qo'dug'uvchilari bor. İnsanlarning yo'llarini, uning xatoliklarini, ofatlarini, qaroqchilarini bilmagan odam bu yo'lning qadrini bilmaydi. Habbab ibn Arad aytadiki, qurboning yetishicha Allohga yaqinlash. Shubhisizki, Allohga Qur'ondan boshqa narsa bilan yaqinlasha olmaysan. Qur'on jonli qalblarga hayron qolarlik darajada ta'sir qiladi. Biz mu'minlarga, ya'ni ularning dillariga shifo va rahmat bo'ladigan Qur'on oyatlarini nozil qilamiz. Qur'on kofirlarga ziyondan boshqani ziyoda qilmaydi. Ya'ni ular Qur'onni tasdiq qilmaganlikdan ularning kufri texmo oshidi. Isro surasi 82-oyat. Qur'onning qalblarda nimalarni shakllantiradiganligiga sahobalar nihoyatda yaxshi misol bo'la oladi. Her kim sahabelerinin qalbida paydo bo'lgan cho'ng o'zgarish va bu o'zgarishning ularning hayotiga ta'sir ko'rsatishining sababi ularning payg'ambar alayhissalom bilan birga yashaganligidir deyishi mumkin. Sayyid Qutb yuqoriga qarashga raddiya berib mundaq deydi: agar payg'ambar alayhissalomning hayot bo'lishi bu da'vatning ro'yobga chiqishi va meva berishining zarur sharti bo'lsa edi, Alloh uni barliq insonlarga qaratmagan bo'ladi. Bu payg'ambarlikni eng oxirgi payg'ambarlik qilmagan bo'ladi. Qiyomat kunigacha barliq insonlarning ishlarini bu da'vatga qarashli qilib qo'ymagan bo'ladi. Lekin bu Qur'onni qo'dashni Alloh ustiga oldi va bu da'vatning payg'ambar alayhisalomdan keyinmi mavjud bo'lib turadiganligi va natija berish mumkinligini bildirdi. Alloh taolo payg'ambar alayhisalomni payg'ambar qilib 23 yildan keyin o'z dargohiga olib ketgan bo'lsa-mu, ammo bu dinni ta qiyomatgacha qoldirdi. Tunji avlodlar suv ichgan buloq Qur'oni Karim edi. Payg'ambar alayhisalomning hadislari va sunnatlari mazkur buloqning ko'rsatmalari edi. Oysha radhiyallohu anhadan payg'ambar alayhisalomning axloqi to'g'risida so'ralganda, u uning axloqi Qur'on edi deb javob bergan. Sahabalarning Qur'on bilan bo'lgan munosabati haqida mundaq deyiladi:
Dastlabki mezgildagi o'lgulik nasllar Qur'onni madaniyatini kengaytirish, uchurga erishish, qoyil bo'lish qatorliq maqsadlarda o'qimaydi. Ularning hech qaysi Qur'onni bilimni kengaytirish yoki o'zining fiqh hukmlariga asos tepish uchun o'qimaydi. Ular Qur'onni faqat Allohning amrini bilish uchunla o'qiydi. Allohning o'zi yashayotgan jamiyat hayot haqidagi amrini bilish uchun o'qiydi. Ular go'yo urushda buyruqni anglamas darhol ijro qilish uchun mangan askarlarga o'xshash Qur'ondagi amirlarni darhol ijro qilish uchun o'qiydi. Ularning hech qaysi butun zehnini ma'lum bir narsaga qaratib olmaydi. Chunki ular uni qanchalik mulohaza qilsa, vazifasi va yukining shunchalik og'irlaydiganligini biladi. Ibn Mas'ud rivoyat qilgan hadisda aytilganidek, 10 oyat bilan kifoyalanadi, ularni yodlaydi va ularga amal qiladi. Mana bu xil ijro qilish uchun amr elish enge. Bu ularga Qur'ondagi barliq va bilim ufuqlarini ochib beradi. Agar ular Qur'onga tadqiqot, bilim va analiz qilish maqsadida yaqinlashgan bo'lsa edi, ularning ko'z oldida hech nima shakllanmagan, shuning bilan ularning amal qilishi osonlashgan, majburiyatlari yeniklangan bo'ladi. Ammo Qur'on ularning mohiyatiga ta'sir qildi. Ularning ichki va sirtqi dunyosini ma'lum prinsipga bog'ladi. Ularga nisbatan Qur'on zihnlarga siqilib, patlarning orasida bo'g'ilib qolgan bir manba bo'lmasdan, balki harakatlik madaniyat bo'lib, hayotning yo'nalishini o'zgartiradigan hodisalarni shakllantirdi. Shubhasizki, Qur'on o'ziga mushundaq ruh bilan va amal qilishdan shakllangan ilm ruhi bilan yuzlangan kishilarga xazina ochquchini beradi. Qur'on estetik zo'q uchunla nozil qilingan kitob emas. Qur'on adabiyot, san'at, tarix va hikoya kitobi emas. Qur'on ilohiy va pokiza usul sifatida hayot usulini bildirish uchun nozil qilingan. Hurmatli qarindoshlar, buning bilan bugungi programmamiz oxirlashdi. Yana boshqa programmalarda ko'rishmak umidi bilan hammalarni Allohga topshirdim. Xayr xo'sh omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Saudiya Arabiston xalqaro radiosi Turkiston bölümü. Turkiston bölümü.